Kecha soat mana 1:52 o'tyapti. 11-dekabr. Nasib Xudosa ertadan keyin ketamiz uyga. It uxladi, pishak uxladi. Shu baqirayotgan it bilan mana shu mashina egasi, narada bitta odam. Mana bu yoqda bitta odam uxlagani yo'q. Keyin men uxlaganim yo'q. Ikkita bo'ldi. Uyqu yo'q. Shunaqa gaplar do'stlar. Nasib ketamiz uyga. Hammasi ortda qoldi. 10 yil 5 oy bo'libdi kelganimizga billa. Kim ishonadi, kim ishonmaydi. Shunaqa gaplar.